Yo do'stlar, bugun sizlar bilan tarjima o'zmadi. Siz ham mani biladigan, mani tomosha qilib ko'radigan tarjima o'zman. Bugungi videoda piramida quramiz. Kattagina piramida. Tomosha hisobga o'tmaydi. Mayli. Endi men mana bu nir daraxtni chopmoqchiman. Axir men rangim o'xshaydi, oxiri daraxtlar turibdi. Nima bu? Basincha ekan, bu basinga cho'milamaydi. Bana ustiga chiqib olar, ben buni ustiga. Ha bo'ldi. Bu qo'lni juda sekin chopibdi lekin. Mana shunisidan ketadi bo'ldi. Endi craftingga kiramizda 1, 2, 3, 4, 5, 10 ta qilamiz. 24 ta bo'ldi. Va endi 4 ta cho'p yasaymiz va uni yerga qo'yamiz. Chiroyli qo'ydimi? Kirkani tayyor. Endi esa ko'yga tushib ketamiz. Ko'yga tushishda olib bitta narsa qilish esdan chiqdi. Crafting table'ni olish esdan chiqdi. O'zi, do'stlar, kechirasiz, qo'lni ochish rejimida emas ekan. Ana endi tushsak bo'ladi. O'zi pastroqqa tushish kerak deb hisoblayman. Ana 10 ta tosh menimcha yetib qoladi. Table qo'yamiz. Mana bu eski ketgan ma'lumotni tashlaymiz, yangisini olamiz. Va yana cho'p yasaymiz, mana bu yerda boltachani yasaymiz. Taxtani olamiz, boltachani qo'yib olamiz. Keyin mana bu yerda o'zimizga qilich yasaymiz. Qilich craftda g'alati amal. Qilichni ichi mana bu cho'pni o'rniga olib, mana bu yerga qo'yamiz. Bu musullarnichi bu yerga olib qo'yamiz, mana bu yerga buni olib qo'yamiz. Bo'ldi. Istagan boshqa joyga turishga, mana bunaqa turish kerak. Endi tosh olaymiz. Manimcha 20 ta tosh yetib qolsa kerak. Mana bu loychani olamiz. Qayerdan chiqish? Mana 1, 2 va 3. Bizni qamalib qoldik. Mana sayya. Ayki cheksiz. Mana endi daraxtni qo'lga olamiz, chopamiz. Ben bu sur daraxt chopaman. Bu daraxtlar bo'lmaydi. Mana yiqilganlar chopaman. Men o'zimni almazdan kerak yasamasam bo'lmaydi. Bo'lsa bular juda sekin chopilibdi. Toshlik ekan. Shuning uchun almazdan yasab olaman. Shuning uchun menga almaz kerak bo'ladi. Almazdan yasash uchun. Mana bu yerda yana tosh olamiz. Qo'lim yetmayapti. Bo'ldi. Mayli. Buni narsa ham yetib qoladi bizga. Endi ovqat izlaymiz. Ovqatsiz o'lish o'zini shu ovqat to'playmiz. Shu to'xtashi. Sen hali meni do'stim bo'lganding. Yetmaymiz bo'ldi. Hozir esa meni dushmanimsan. Qani qidiraylikchi. Mana unaqa qilib yursa menga yoqadi, mana unaqa qilib yurish. Va ana cho'chqa ko'rdim. Men cho'chqa yemayman-ki, hamma bilan cho'chqa go'shti zararli ketaver. Menga bol go'shti, tovuq go'shti yoki qo'yni o'zi kerak. Shu chov kerak menga.
Shunday zo'r joylar bor, shunday zo'r joylar bor. Men o'zi qayerga ketib qoldim. Men axir meni o'qirishib kelaydik. Mana ikkita qo'yni chopib yuboray. Necha ana endi bir zarba o'ldi. Necha. Sen bir zarba o'lma. Yarimta jo'r qo'yar ekan. Endi sekin yozdan o'yga qaytib ketaveramiz. Hozir qornim juda ochib o'lamanki, qornim ochiydi. O'lamanki hozir. Mayda iloj cho'chqani yeyishga majbur ekanman. Hazillashmayman, yemayman. Men cho'chqa go'shtini umuman yemayman. Tushundinglarmi? Sizlar ham yesanglar yeyinglar, men umuman yemayman. Cho'chqa go'shti zararli, real hayotda ham zararli. Shu bemalol yo'lda davom etamiz. O'bir. Men 16 ta obuna bo'lsa, boyma kambag'al chiqaraman degandim, lekin chiqmadi. Chunki sizlardan men nafrat qilardim. 22 ta yiqqandan keyin yo'q bo'lib ketdim men. deb o'ylamanglar. Va 23 ta qilishga imkoniyatim borki yoki yo'qmi? Men hozirgi maqsadim 25 ta obunachi. Kelinglar shu maqsadni qilaylik. Yoki sizlarga baribirmi? Mayli. Menga mana shu yo'q, baribir. Hayır, ben kovar çeksin. Bu da ballı. Bu teks tabii ki. Halatı. Kovarcı da halatı lekin bana teks tabii taptı. Bitti blok koyamıza da koyga sürememize. Fakir yasayamıza da endi ben bana sürüyoruz. Bitti fakir bir. Bitti fakir bir. Abi yo'q pastga. Bu ana temir bor ekan. Mana birinchi kunda temir topish. Albatta. Ay qon bo'lmasa, omad bo'lmasdi. Mana. Lekin qonim juda oshga. Nima qilaman, qaydan o'qib olishim. O'lib ketamanmi? Ovqat yemasa o'lib ketamanmi? Yo'q. Arkoga tushishda keyin tushaman kuchga to'lib. Hozir beqi tunchsa ham mayli edi. Lekin mana qaranglar qornim ochganini. Qaytada ovqat topish kerak. Quyonda ham hatto tutolmayman. Afsus. Ovqat ushlash kerak. Ovqat foydali bo'ladi. Hozir yem cholmayman kerak bo'lsa. Menga hozir qo'y. Tovuq bol. Mana sanlangan. Mana boleh. Mana ayo. Gitsin tavukchi bir asabga keldi. Mana buni cho'chqa go'sht tushmasa daraja tushsa bo'ladi. Cho'chqa go'shtmi yo'q, uni yemayman. Bu so'zimni ustidan turaman do'stlar, sizlar ham turinglar. So'z bermayman, bizlar qildirsizlar. Ovqat juda kam qoldi. Tez bo'l. Tez pish. Mana buni pishirib qo'yaman. Pishdi. Mana to'rtta go'sht saraman, buni qo'yaman. Ana urgurda buyukroq olaman. Hurray. Tushibdi, checkpoint ham bor qo'y. Edigor olaman, bemalol hammalar tutaveraman. Ha.
Hayır Bratish. Seni juda yoqtirardim. Hazırlaştım. Seni ben yoqtirmayman. Qani kutdik. Uxla. Uxla. Uxladi. Ben yaqin cho'shqa go'shtatibda. O'rnimizdan turdik. Bu pişi bo'ldi. Mana bu ikkoni qo'yamiz. Bitta qo'yanga olib tashlaymiz. Bu temirlarni o'zimni yig'ib olaman. Bunu işte demir yetti. Yetti. Vay. Ben böyle karnımı toklasam falan. Lekin bu kadar güzel ekan. Biz böyle işte oldu. Dostlar, bu har kuni videolar birinchi qismi edi. Sizlar bilan tarjimamiz edi. Va mana bularchi edi mayli. Gapni buzmasdan xayr, sog' bo'ling. Yana Sherozbek pastga chiziq chapalay deya obuna bo'ling.